Hozir sizlarga hayratlanarli bir narsani ko'rsataman. Atigi bir necha kun ichida niyatimni haqiqatga aylantirdi. Pul voronкасы texnikasi bilan tanishing. Bu juda oddiy lekin kuchli meditatsion usul hisoblanadi. Buning uchun quyidagilarni bajaramiz. Birinchidan, oq qog'ozga aniq niyatni yozamiz. Masalan, men mart oyi yoki aprel oyi aynan qaysi oyda oxirigacha chiptalar, ma'lum sayohatlarim, kiyim-kechaklar va umumiy xarajatlarimni yozib ro'yxatini shu narsa uchun kerakli summani yozaman, koinotga bildiraman. Yozuvni aynan markazga nuqta qo'yaman va soat strelkasi bo'ylab markazdan tashqariga qarab aylanalar chizaman. Ya'ni spiral chizaman. Bu jarayonda o'zingizni xuddi koinot energiyasi bilan bog'lanayotgandek his qiling. Eng qiziq joyi shundaki, men bu niyatni 31-martgacha amalga oshishini so'ragan edim, lekin natijasi juda ham tez amalga oshdi. Bu texnikani bajarishimdan 3 kun ham o'tmasdan menga qancha summaga bajargan bo'lsam, o'sha summamdan ko'proq miqdorda summa qo'limga kelib tushdi. Siz Agarda ushbu video sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, meni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolardim. Agarda bundan ham tushunarliroq qilib o'rgatishimni xohlayotgan bo'lsangiz, Telegram yopiq kanalimga qo'shilib oling. U yerda men bu texnikani har bir mayda detaligacha, hattoki nima niyat qilgan bo'lsam, yozgan yozuvlarimni skrinshotigacha joylashtirib qo'yganman. Aynan 1-aprel sanasi bilan qidirasiz. Telegram yopiq kanalim linki esa opisaniyada qoldirilgan.